Hyundai Granger EHG 300 avtomobili yangi kirib keldi ofisimizga. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Faqat оформление qilsalaring bo'ldi. Stoyanka puli, garantiya puli, unaqa summalari qo'shilmaydi. Diler xizmati, palon-piston, soliq poliq. Faqat оформление qilasizlar, olib ketasizlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mashina o'ta ideal holatda. Albatta hazil, o'zim mashinam. Xo'p. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Holati ideal. Yana bir reklamani yana bir chiqarib qo'yapman. Mashinaning muammosi yo'q. Muammosi bo'lsa, xudo xolasa hal qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'sh, 7 million kam bor deb qo'yganman. Probegi o'shunday. 203 ming kilometr, 600 kilometr qo'shildi xolos. O'shunday turibdi, holati ham o'shunday ideal. Narxi o'sha narx. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bemalol so'raylasizlar. Panorama bor, LPG 2015-yil. Hamma narsasini o'zim qilib qo'yganman. Muammosi yo'q mashinani. Sotishdan maqsad boshqa mashina olmoqchiman. Shunga yana bir reklama qilyapman. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar.